Qushlarning so'ngini go'shi bilan qo'shib yevasi bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Qushlarning so'ngini go'shi bilan qo'shib yevasi bo'lamdi? Anam doim kaptarning bachkasini so'ngi bilan qo'shib qiyma qilib tamoq edatdi. Lekin ba'zilar bunday qilsa bo'lmaydiganligini deydi. Men islomda halol va harom degan kitobni ko'rsam, bu vaqtda aniq bir gap yo'q ekan. Shunga ustoz ig'ir ko'rmay aniq bir yo'l ko'rsatgan bo'lsangiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Uchar qushlarning bo'lsin yoki chorva mollarning bo'lsin, shar'iy bo'g'izlash orqali halol bo'lganli bo'lsa, so'ngaklarni iste'mol qilishni cheklaydigan bir ko'rsatma yo'q. Bu jihatdan ustixonlarning hukmi aslidagi halollikda qolaveradi. Ammo tibbiy jihatdan jismoniy yoki ruhiy tarafdan ziyonli ekanligi isbotlansa, bunday ahvolda ustixonlarni iste'mol qilish cheklanishi mumkin. Hadisda ustixonlarning jinlarning tamoq ekanligi bayon qilingan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'ngak yoki tezak bilan istinjo qilishimizni to'sgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tahorat olishi va istinjo qilishi uchun bir xurum ivriq suvni olib yurgan edim. Rasulullohning keynidan suv ko'tarib manganimda Rasululloh kim bu dedi? Abu Hurayra dedim. Rasululloh menga istinjo qilgudek bir nechta tosh akilib bergan. So'ngak bilan tezak akelma dedi. Men etikimda bir nechta tosh akilib, uning yoniga qo'yib, uningdan ayrildim. Rasululloh hojatini ado qilib bo'lgandan keyin Rasululloh bilan birga kelib o'tib, ustixon bilan tezakda istinjo qilishga nima uchun bo'lmaydi dedim. Rasululloh u ikkisi jinlarning taomidir. Nasibin jinlarining o'miki yanimga kelgan edi. Ular yaxshi jinlar ekan, ular mendan oziqlik so'ragan edi. Men ular uchun tezak yoki ustixon uchrasizlar, uningda tamoq topqay deb Allohga duo qildim dedi. Tirmizi rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning nomi aytilgan har bir so'ngak qo'linglarga eng go'shlik holatda tushadi. Har bir mayoq yoki tezak uloqlaringlarga halab bo'ladi degan. Yana bir hadisda Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bular qandoqmi ularga g'azo bo'ladi deb so'raganda uningga ular so'ngak uchrasizlar, uning go'shi yeyilgan kundagidek asliga qaytadi. Tezak uchratgan bo'lsa, u yeyilgan vaqtidagi don holatiga qaytadi. Shunga hech kim bular bilan istinjo qilmasin deb javob bergan. Lekin ustixonlarning jinlarning tamoqi bo'lishi uni inson yesi bo'lmaydi deganligini bildirmaydi. Ustixonlarning biror jinning mulki ekanligi isbotlanmagandan keyin, balki uning shu insonning mulki ekanligi aniq bo'lgandan keyin uni xolisi iste'mol qilsa bo'laveradi. Ba'zida bachka yoki qushqashdek qushlarning ustixonlarini go'shidan ayirib o'ldirishmi bir avarchilik. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh, Fatvolar majmuasi 1-tom, 187 numberlik fatvo.